Chunki meni hayotim Masih, qolgan hamma narsa ikkinchi darajali. Meni boshqa narsa qiziqtirmaydi. Ana shu jamoat, xizmatlar meni tortadi o'ziga. Chunki jamoat degani bu kim desa Iso. Isoga xizmat qilaman desalaringiz jamoatga xizmat qilinglar. Bir-birlarimizga xizmat qilganimiz Isoga xizmat qilgan bo'lamiz. 20 minut, 25 minutda yetkazib berishim kerak. Chunki meni shunday o'qitgan. 25 minutda yetkazib ber degan. Agar 25 minutda yetkazib bera olmasang deydi, uxlaydi deydi. Gamaletikada shuni o'rgatadiki, gapirayotgan vaqtda deydi, bitta odamni ushlab olma deydi-da. Gapirayotgan Vasxon, agar bitta odam ushlab olsang deydi, u odam deb turib, nima qilibman men? Nima menimcha urushyapsan deb turadi deydi. Keyin deydi gapirayotganda shunaqa deydi, hech qachon oldingi qator bilan gaplashma deydi. Oxiri bilan gaplash deydi. Bunday qarading, 20 minutdan oshdim uyqusi kelaveradi deydi. Oilaviy misol keldir deydi yoki bir dunyoda mana shu va'z gapirgan paytda o'sha va'zga to'g'ri keladigan misolda aytib yuborsang uyg'otib qo'yasan ularni deydi. Uyg'otib ol deydi-da. Xalqni ushlab turadigan yo'llari bor. Shunaqa siri bor. Necha minutgacha degan? Tamom. Keyin ming bir narsa eshitmaydi var. Deb turaveradi, lekin o'zicha uxlagan deb ishim ko'rmadim ekan deb turadi-da. Ana shungacha yetkazib berishimiz kerak. Vasxon shunaqa bo'lish kerak. 25 minutda hamma nima demoqchi ekanligingni qulog'iga quy. Ana shu paytda xushxabarni ham yetkazib olishimiz kerak. Shuning uchun men harakat qilaman 20 minut, 25 minutda. Gamoletikaga bo'ysungan holda men va'z qilmoqchiman. Bizga o'rgatgani bo'yicha. Birinchi o'rinda mavzu tanlash kerak. Mavzu tanladim men. Mavzu bugungi hayotim kelajakning poydevori degan mavzu. Demak, tayyor, fundamentimiz bor, rels bor, fundament bor, endi ustidan imorat qurib ketamiz. Keyin ikkinchi bosqich nima deganda kirish qismiga berishimiz kerak. Aytayotgan kalom mavzuga asoslangan bo'lishi kerak, chiqib ketmagan bo'lishi kerak, ha? Keyin ana shu 20 minutda degan samolyotga o'xshama deganda. Shunaqa propovedniklar bor deydi, va'zxonlar samolyotga o'xshaydi deydi. Qanday? Samolyot uchib ketdi, mavzu tanladingiz, kirish qismi ketdi, 25 minut, 25 minutda qo'ndirish kerak bo'ladi. Shunday kelgan paytda bitta misol esa tushib ketdi-da. Ketdi yana. Yana ketdi, shunaqa aylanib keladi-yu, qo'nish kerak. 30-35 minut bo'ldi. Endi balonlar chiqdi. Avtopilot harakat qilyapti. Endi ketgan paytda bitta zo'r kalom esa tushib ketdi-da. Yana ketdi, uchib ketdi. Unaqa qilma, qo'ndirish kerak 25 minutda deydi. 25 minut bo'lmadimi hali? Sizlarni uyg'otib olyapman men. Uyg'ondilaringiz, a? Qani ketdik. Birgalikda uchamiz. Endi kirish qismi. Galatiyaliklar maktubi 6-bob 7 va 8-oyatlarni ko'rib chiqamiz. O'zlaringizni aldamanglar. Xudoni laqillatib bo'lmaydi. Inson nima eksa, o'shani o'raykan. Xudbin istaklarni qondirish uchun urug' ekkanlar, o'sha xudbin istaklari tufayli halokatni o'rib oladilar. Ruhni mamnun qilish uchun urug' ekkanlar esa ruhdan abadiy hayot o'rib oladilar. Shunday ekan, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Nima deyapti bu yerda? Inson nimani eksa, o'shani o'raykan. Demak, bugun meni hayotim kelajakning poydevori. Agar bugun men jamoatga kelib, nima bo'lishidan qat'iy nazar birinchi Xudoni ishini ko'ryapmanmi? Demak, bu kelajak uchun qilyapman. Ertaga ana shunaqa gunoh kelgan vaqtida ham turib bera olaman. Nima uchun? Bugun turib bera olmadim. Men kecha u uchun to'lgan edim. Kuni kecha oldingi hayotlarim 1 oy, 2 oy, 1 yillik qilayotgan moyim bugun ana shunaqa gunoh paytida qorong'ilik kelganda lip etib yonib, hayotimni yoritib olar ekan. E'tibor beringlar. Bugun yosh bolalarni ko'ryapsizlar, ha? Qotillik qilyapti, jinoyat qilyapti, odam o'ldiryapti. U odam o'ldirdi deganda bugun islo nechi? 21-dekabr kuni odam o'ldirmadi. U bilasizlarmi? U necha kun oldin, oylar oldin, yillar oldin u rejalashtirib yurgan u. U shunaqa kinolarni ko'rib, o'sha fikrida o'shanga o'xshamoqchi bo'ldi u. Ko'ryapsizlarmi? Oldin u narsani ta'sir qildi hayotiga, fikr qabul qildi va bugun amalga oshdi o'sha narsa. O'sha paytlarda bundan yillar oldin ota-onasi uni tashlab qo'ygan edi u bolani. Tashlab qo'ygan e'tibor yo'q edi u bolaga.
Bir kun kelib hosilini berdi o'sha narsa. U to'ldi, mana shu ko'zi bilan o'sha kinolarni ko'rdi, boshqasini ko'rdi, yomon urush narsalarni ko'rdi-yu, paq etib bir kun amalga oshirdi. Yoki zino qilib qo'ydi. Birodar, ibodat qilaylik, tavba qilmoqchiman, men zinoga yiqildim. Qachon yiqilding? Kecha. Tasaddufdan yiqilib qoldim. Hech qachon tasaddufdan yiqilib qolmaydi. Bunday ko'rib ko'z bilan lab etib gunoh qilib qo'ymaydi. U yillar mobaynida u bilan planlashtirib yurgan edi. Ko'zini tagiga olib yurgan edi, gaplashgisi kelib yurgan edi. Rejalashtirdi uni. Keyin u hosil berdi-yu, lib etib yiqildi. Tushuna olyapsizlarmi? Bugun men kelajakda yaxshi hayotim gullab yashnashi uchun bugun harakat qilaylik. Bugun sen jamoatga kelib qatnashyapsanmi? Ertaga mana shunaqa hayot bir xil emas-ku, tep-tekis emas-ku. Chuqurlik, balandlik, chuqurlik, balandlik. Chuqurlikka kelgan paytida bugun qilinib ibodat qilayotganing, bugun jamoatda sen ishtirok etib muqaddas ruhga to'layotganing, kalom eshitib ruhing oziqlangani ertaga qiyin bo'lgan vaqt uchun kerak bo'ladi azizlar. Demak, bugungi hayotim kelajakning hal qiladigan narsa ekan. Shu uchun bu yerda aytayapti, muqaddas kitob shuni o'rgatadiki, ekin maydoniga o'xshaydi. Bugun qanday urug' ekyapsan, albatta yer o'shani chiqarib beradi. Bugun bug'doy ekyapsanmi yerga, bug'doy olasan-da. Arpa ekyapsanmi, arpa olyapsan. Bugun bizlar burgan ekib kartoshka olaman deb o'ylama. O'sha uchun men bugun jamoatdaman. O'sha uchun men bugun bu yerdaman. Masalan, oddiy misol. Farzandlaring itoatsiz bo'lib qoldi, bolalarim Xudoning yo'ldan chiqib ketdi. Demak, bu bugun chiqmadi. Sen qachonlardir to'g'ri tarbiya bera olmading, bee'tibor qoldirding, bolani yolg'iz qoldirib qo'yding. Xotinim homilador bo'lgan vaqtida har kuni onamlar men qo'limni qo'yib xotinimga ibodat qilaydim. Xudoyim, hozir bu bola hali tug'ilmagan, lekin bor. Sen bergansan. Erta kattarganda seni yo'lingdan yuradigan farzand bo'lsin. Hech qanday dushman bularni alda oladigan, dushmanni hilalariga tushib qoladigan bola bo'lmasin. Xudoga shukr, bugun bular ibodatda. Hech qachon bularga tonggi ibodatda tur, hali yotibsan demayman men. Bularni o'zi gohida meni uyg'otadi. Dada, nima uchun yo'qsiz, kiring deb. Bu qachon bo'ldi bu? Yillar oldin men ekkan edim buni. Bugun meni o'rib olyapman. Iso zo'r misol keldirdi. Kuyov dedi, kirib kelgan paytida dedi, 10 ta kelin dugonalar bor ekan. 5 tasi farosatli, 5 tasi ovsar ekan. Lekin hammasini qo'lida chiroq bor. O'sha paytida kuyov kelgan paytida olov yoqib yuzini ko'rish kerak edi, kuyov uni tanish kerak edi. Bir payti 5 tasi yoqqan paytida ularning chirog'i yondi. O'sha paytida Iso, ya'ni kuyov ularni uyga qabul qildi, to'yxonaga. Lekin 5 tasiniki yonmaydi-da. Yoqayapti, yonmaydi. Moy chiroq bor, ichida moy yo'q. O'sha paytida moyi bor odamlarga aytibdi, iltimos, ozgina moy ber. Deganda nima dedi ular? Iloji yo'q, imkonim yo'q. Agar hozir senga bersam, seni ham kira olmaysan, baribir men ham kira olmayman. Undan ko'ra qo'y. Undan ko'ra moy sotib oladiganlardan borib sotib ol deb aytdi-da. Borgancha allaqachon kechidi. Qachon to'ldirish kerak edi moy chirog'ini? Imkon bor vaqtida azizlar. Bugun jamoatga kelishga hech qanday to'sqinlik yo'q. Qayerdasan? Mashin bor. Yo'lda bahona qilma. Bugun sen to'lgin Xudo bilan. Vaqt keladi hali. Ana shunaqa vaqtida olov yonmay qolsa holimizga voy, uyalib qolamiz. Shu uchun Voiz kitobida shu so'zlarni aytib beryapti. Sen deyapti, yaxshi kuningda Xudoni ulug'la. Toki yomon kun kelganda deb aytayapti, Xudo sendan yuz o'girmasin. O'sha paytda hech qachon bu kun kelmagan deb aytma deb aytayapti. Demak, har xil kun kelagan. Yaxshi kunda Xudoni ulug'la. Yoshligingda Xudoni ulug'lagin deydi. Xudo faqat qiyin kun uchun kerakmi? Bizlar ota-onalar bor, to'g'rimi? Bolalarimizga faqat qiyin kun uchun bizlar kerakmi? Qolgan paytda itoatsiz bo'lib yursa, hayotiga muammo kelgan paytda dadajon, ayajon deb aytsa. Bu ayyorlik-ku bu. Bugungi tanlovingiz ular ertangi kuningizning natijasidir. Matta xushxabar 7-bob 25-oyatda aytayapti. Agar kim meni so'zimni eshitib, unga amal qilgan inson deb aytayapti, o'z uyini
tosh ustiga qurgan dono odamga o'xshaydi deydi. Agar yomg'ir yoqqanda ham, sel ketsa ham, kuchli shamol essa ham, uy tosh ustida bo'lganligi uchun, qurilgani uchun uy qulamabdi. Agar kim meni so'zimni eshitib, unga deyapti rioya qilmagan inson o'z uyini qum ustiga qurgan aqlsiz odamga o'xshaydi. Qum ustiga uy qurgan, ertaga yomg'ir kelgan vaqtida uy qulaydi. Nima uchun? Poydevori yo'q. Nima demoqchi bo'lyapti? Demak, uy qurayotgan vaqtida ahamiyat ber. Uy qurayotgan paytda mana shu poydevor qilish oson emas-da. To'g'rimi? Savol beraman. Poydevorsiz qurilgan uy tez bitadimi yoki poydevor qurib uy qurgan osonmi? Qaysi biri tez bitadi? Qaysi biri osonroq? Poydevorsiz tez bitadi. Yerdan shunday blok ko'tarding, ustini yopib qo'yding bo'ldi. Poydevor qurmoqchi bo'lsang, birinchi chuqur qaziysan. Chuqurni ustiga tosh taylaysan, toshni ustidan boyaga poydevor qo'yasan-da, sement bilan, beton bilan. Uni keyin qurishini kutasan. Bu ham vaqt. To'g'rimi? Yana og'ir. Unga rajja tortasan, qorishtirasan, quyasan, kutasan, uni ustidan keyin qora qog'oz qo'yib, keyin yana uy ko'tarasan. Qiyin, lekin kelajakda mustahkam bo'ladi. Agar shoshib o'sha mashaqqatdan qo'rqib uy qursang, shamol bo'ladi-da bu hayotda. Shamolsiz hayot yo'q. Yomg'irsiz hayot bo'lmaydi. Dunyo agar yomg'ir yog'masa dunyo tugadi degani. Shunaqa kun kelganda tagida fundament poydevor bo'lgani uchun qulamaydi. Agar sen shoshib, pala, partish o'z vaqtida qaramading, qunt qilmading imorat qilayotganingda, ertaga uni ichida sen yashaysan. E'tiborsiz qilingan uy ertaga seni hayotingni yakunlantirib qo'yishi mumkin. Yakunlanishiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Tushuna olyapsizlarmi? Muhimligini aytib beryapman. Sulaymon hikmatlari 13-bob 20-oyatda shu so'zlarni aytayapti, qarang. Donoga hamroh bo'lgan dono bo'ladi. Ahmoqqa yo'ldosh bo'lgan esa halok bo'ladi. Baxtsizlik gunohkorning ketidan quvib yuradi. Solihning mukofoti esa baxt saodatdir. Shu uchun ahamiyat ber qurayotgan uyingga va kimlar bilan yuryapsan bugun. Agar sen bugun donolar bilan yurib, ular bilan agar hamroh bo'ladigan bo'lsang deb aytayapti, dono bo'lasan deydi. Agar ahmoqqa yo'ldosh bo'lsang, albatta halok bo'lasan. E'tibor ber. Bugun meni kunim keyingi kuningda natijasida. Bir kun maktabda yosh bolalar dars o'tayotgan paytda bir bolacha aytibdi, ustoz debdi, mana bizda og'ir hayot, tashqarida jang. Lekin bizlar bu yerda ta'lim olyapmiz, nima keragi bor? Undan ko'ra bizlar borib yordam bersak bo'lmaydimi deganda, bilasanmi degan studentga aytgan. Bu jang bugun boshlanmadi. Bu o'tmishda boshlangan edi. Chunki o'tmishdagi bee'tiborlik bugun mana shunaqa jangga olib keldi. Agar sen bugun dars beryapman, bugun sen darsda mas'uliyatni his qila olmasang, kelajakda bundan battar bo'ladi mamlakatimiz. Chunki bugun sen yaxshi ilm, ma'rifatga qiziqib, donishmand odam bo'ladigan bo'lsang, kelajakda farovon yashash uchun sen bugun xizmat qilishing kerak degan. Demak, bu jang bugungi jang emas, bu kelajakdagi, o'tmishdagi jang, xatolik. O'tmishda shu narsalarga biz e'tibor bermaganmiz, xalq donolikdan nafratlangan, ilm, ma'rifatdan uzoq bo'lgan, bilimsizlik uchun boshqa xalq kelib bugun bizni bosib olyapti. Chunki bugungi kun kelajakning taqdirini hal qiladi. Xudo aytgan, mana senga hayot, mana o'lim. Sen bugun tanla. Agar bugun men haqiqatdan mana shu imkoniyatlardan ruhiy narsa bilan mashq qiladigan bo'lsam, albatta men abadiy hayotga ega bo'laman. Shu uchun e'tiborsiz bo'lmashimiz kerak. Bir kun bizlar aylanib yurgan vaqtimizda bolalarim aytayapti-da, dada qarang qanday zo'r, havo zo'r. Xudoga shukr, yaxshi ham Amerikaga kelibmiz dedi-da. Keyin aytayapman, bolam, lekin sen bu farovonlikda yashashing uchun ota-onang qancha mashaqqatdan o'tdi. Birdaniga sen Amerikaga kelib qolmading. Nimalardan o'tmadik biz? Qanaqa qiyinchiliklardan, qanaqa ko'z yoshlar bilan ekilgan bu. Bugun sen farovonlikda yashashing uchun. Bugun sen endi katta uyga ega bo'lding. Bugun sen bemalol kelib ishlayapsan, lekin men kelganda katta uy emas edi, aksincha kichik xona edi.
Ana shu yerda biz chidab turib berdik. Toki sizlar mana shu katta uyga ega bo'lishlaring uchun. Bugun endi sen katta uyda ishlaysan, kelasan, mashinang bor, hamma narsaga bugun egasan. Lekin ota-onang nimalardan o'tmagan? Sirli ko'z yosh yotuvdi bu narsaning tagida. Iso Masih ham bir kun keldi. Uni urgan paytida uni tanalari yorilib, yirtilib ketdi. Nima uchun? Men abadiy hayotga ega bo'lishim uchun. Iso bir kun toj kiydi. Osmonda hayot tojiga ega bo'lishim uchun. Iso Masih hojga mixlandi, toki men gunohdan ozod bo'lishim uchun. Bizlar abadiy hayotga ega bo'lishimiz uchun Iso turib berdi. Bizni bolalarimiz farovonlikda yashash uchun bizlar qiyinchilikda biz bosib o'tamiz azizlar. Efesliklar maktubi 5-bob 15-oyatda shunday yozyapti. Shunday qilib qay tarzda yashayotganingizga diqqat qilinglar. Nodonlar kabi emas, balki donolar kabi hayot kechiringlar. Fursatni g'animat bilinglar, chunki biz yashayotgan kunlar yomonlikka to'la. Shuning uchun beaql bo'lmanglar, balki Rabbimiz Isoning irodasi nima ekanligini anglashga harakat qilinglar. Aqlsiz bo'lma, hozir vaqt, yashayotgan vaqtimiz juda ham og'ir kun. Mana shu og'ir kunda biz yaxshi yashashimiz uchun hozir diqqat qil, azizlar, hozir. Bir vaqtlar sizlar zulmatga to'la edingizlar. Endi esa Rabbimiz Isoga tegishli bo'lganingiz uchun nurga to'ldingiz. Shunday ekan, nurga to'la insonlar kabi yashanglar. Axir har qanday ezgulik, solihlik va haqiqat nurning samarasi ekan. Birdaniga solih bo'lib qolmaydigan inson, birdaniga sen xudojo'y odam bo'lib qolmaykansan. Nurning samarasi ekan o'sha azizlar. Bugun shu uchun men jamoatga kelaman. O'sha uchun bugun men kalom o'qiyman, toki kelajakda nurda yurishim uchun. Shu uchun aytayapti, qaranglar bu yerda. Shunday ekan, nurga to'lgan insonlar kabi yashanglar. Axir har qanday ezgulik, solihlik va haqiqat nurning nimasi ekan? Samarasi ekan. Qarang, zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar. Aksincha ularni nima qilinglar? Fosh qilinglar. Demak, sen nurdasan degani, nur qorong'ilikning ishlarini fosh qiladi. Bugun mana bu nur borligi uchun mana bu yerda biror narsa tushib ketgan bo'lsa ko'ra olasan. U yerda balkim baqlashga tushib yotibdi, ko'rmaysan. Qandaydir qora ip yotibdi, ko'ra olmaysan. Nima uchun? Nur yo'qligi uchun. Nur kelsa, chiroq yonsa, sen ko'ra bilasan. Shu uchun aytayapti, zulmatning besamara ishlarida ishtirok etmanglar. Aksincha ularni fosh etinglar. Maxfiy ravishda qilinadigan o'sha ishlar haqida gapirish ham uyatdir. Ammo nur porlaganda hamma narsa oshkor bo'ladi. Ochiq, oshkor ko'rinadi. Axir nur hamma narsani ochiq, oydin namoyon qiladi-ku. Mana shu sababdan shunday deyilgan. Ey uxlagan deydi. Tur, o'liklar ichidan tiril. Masih senga nur sochadi deb Efesliklar maktubi 5-bob 9dan 11-oyatlargacha yozilgan. Kelajakda bolalaring baxtli hayot kechirishini xohlaysanmi? Bugun ular uchun qurbonlik qil. Kelajakda abadiy hayotga ega bo'lishni xohlaymizmi? Bugun harakat qil. Bugun hayotim yaxshi bo'lishi uchun ozgina bugun qiyinchilikda chidab ber. Poydevor qilishga harakat qil. Bu poydevor esa kim ekan? Rabbimiz Iso Masih. Amin. Xudo sizlarni barakalasin. Ibodat qilamiz, yakunlaymiz. Osmonni yerni yaratgan Xudovand, senga rahmat aytamiz, Xudoyim. Ajoyib jamoatimiz uchun minnatdorman sendan. O'g'ling uchun va to'kkan muqaddas qoni uchun Otajon senga rahmat aytamiz, Xudoyim. Yaxshi ham jamoat bor, Xudoyim, bizlar shu yerga kelib fikrlarimiz yangilanadi. Qalblarimiz muqaddas ruhga to'ladi. Xudojon, rahmat senga. Noming ulug'lansin, Otajon. Rahmat birodarlarim uchun, barcha opa-singillarim uchun, xizmat qilayotgan xizmatkorlar uchun va jamoatni Xudojon xalqing bilan